Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanday qilib storytelling qobiliyatimizni rivojlantirish va rivojlantirishni yo'lidagi bir vosita, ya'ni biz saytni ko'rib o'tamiz. Bu saytni sizlar meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Ssilka qo'yaman. Telegram kanalimdan o'tib bemalol foydalanishingiz mumkin. Xo'p, biz saytimizga kirib qo'yibmiz. Уже ko'rganingizdek kartalar bor va bu kartalarda ochadigan bo'lsak, rasmlar randomli bir-birine bog'liq bo'lmagan, umuman bir-birine bog'liq bo'lmagan rasmlar chiqadi. Siz bu rasmlarni bir-birine bog'lagan holda o'zingizni produktingizni eng oxirida sotuvga olib kelishingiz kerak. Xizmatingiz, produktingizni, xohlagan narsani, masalan, mana shu rasmdan ketadigan bo'lsak, biza do'stlarimiz bilan bowling o'ynashga ko'ngil ochish uchun borib edik shaharga va shaharda o'yin kulgi qilib yurgan vaqtimizda biz ham qishloqdagi onalarimiz, otalarimiz maza qilib dam olishga o'tirgan edilar. Va biz bowlingdan chiqdik va gitara chalish uchun ketdik. Va gitara chalishga ketganimizda уже kun botgan edi. Bizani otalarimiz, ya'ni bobo, buvilarimiz bizdan xavotirlanib boshladilar va biza bu vaqtda уже gitara chalishdan o'tib, уже ovqatlanishga kirgan edik. Biz ovqatlanib bo'lib, nayimizga qaytdik, qishlog'imizga qaytdik va ertangisi o'zimiz bilmagan holda yangiliklarda chiqib turibmiz. Va men shu vaqtda gul do'konina kelgan vaqtimda bu yangiliklarni o'qidim. Bu gul do'konida meni biznesim bor edi. Bu biznesda shuningdek masalan atirgullar sotiladi. Bu atirgullarni atigi menda 100 dona qoldi. Agarda sizlar ham mana shu atirgullarni sotib olishni xohlasangiz, pastdagi havola orqali yo bo'lmasam raqamlarga bog'lanib, men bilan bog'lanishingiz mumkin. Va hokazo mana shu ishingizga qilib o'zlaringizga storytelling qobiliyatingizni rivojlantirsangiz bo'ladi. Men ham hali mana shu saytni yaqinda topdim va ko'rib turganingizdek ayrim yerlarida quvonib turibman. Chunki men ham hali rivojlantirganim yo'q. O'zim topgan narsamni sizlar bilan bo'lishib qo'ying degan maqsadda chiqarib turibman. Hammaga rahmat.